Do'stlar, mana shu videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Foydali video qilsak hech kim ko'rmayapti. Qayda yo'q, dingillola, ko'ti yalang'och, ana shunaqalarni ko'rib, like bosib, million prosmotr yig'masdan, mana shunaqa foydali videolarni oxirigacha kuzatib olinglar. Sizlar uchun foydali video bu. Shuncha gapirsak ham 2 yildan beri befoyda bo'lyapti. Endi kimlardir tushunyapti, kimlardir tushunmayapti. Ko'proq like bosinglar, ko'proq tarqatinglar. Mana shunaqa foydali videolar foyda keltiradi sizga. U ko'ti yalang'ochlar sizga foyda keltirmaydi. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir privilegiya ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir privilegiyada topa olasiz. Aytgancha pul o'tkazmalarini amalga oshirish vaqtida 7777 Yo'ldoshbek Karimov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir privilegiya, biz bilan hammasi oson. Diqqat, mana shu videoni turk firmada ishlaydiganlar oxirigacha o'tkazmasdan ko'ringlar. Sababi, mana shu videoni oxirigacha ko'rsalaring, biz videoni isboti bilan qo'yib ketamiz. Oxirigacha o'zlaring ko'rib olishlaring mumkin. Akalarimiz kelishgan. Xullas, dalchi ko'rib o'tsalaring, o'zlaring xabardor bo'lasizlar. Ya'ni turk firmada ishlaydiganlar, ularda turdovoy dogovori zo'r, ofitsialniy, hammasi joyida, cho'tki, lekin akalarimiz patenti orqasidagi berilgan chisladan boshlab 2 oy ichida o'dimini berish kerak bo'lgan, lekin o'tkazib olgan. Videoni dalchi ko'rsalaring, nima bo'lganini sizlarga ko'rsatib o'tamiz va birinchi kommentariyamizda Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta bosing ustiga, obuna bo'ling. O'sha yerda aviabiletlar, tezkor xabarlar, tezkor yangiliklar, ekzaminga test, mashq qiladigan programmalar va undan tashqari Telegram kanalimizda Max kanalimiz ham bor. Albatta obuna bo'ling. O'zingizga foyda bo'ladi va yaxshi yangiliklarni kuzatib borasiz va mana shu Instagram kanalimizga ham albatta o'tib obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan obunachilar, qadrli vatandoshlar, do'stlar, mana shu videoda biz sizlarga turk firmada ishlaydigan aka-ukalarimizni nima holatga tushganini sizlarga aytib o'tmoqchimiz. Ya'ni hozir bu firmada bizni oldimizga kelib bu murojaat qilayotgan akalarimiz gideta u firmada bir 500 tacha bor. Bizni oldimizga 10 ta 5 ta bu kamida kelishyapti. Turdovoy dogovor ofitsialniy, cho'tki hammasini qilib bergan, lekin ming afsus bo'lsinki, bu akalarimiz patenti orqasidagi chiqqan chisladan boshlab 2 oy ichida выделение topshirmagan. Ya'ni firmani brigadir yoki firmani direktor ham bu narsani aytmagan yoki advokat ham aytmagan. Ko'pchilikka yana o'sha eski tos, eski hammom o'sha gap biz o'zimiz ish beruvchi aytayapti endi buni работодатель aytgan. Biz o'zimiz hammasini выделение qilganmiz degan, bular yuravergan. Mana shu narsani akalar esdan chiqarmanglar, yana bir marta qaytarib o'taman. Mana shu narsa biz video qilganimiz bilan, bitta temani chaynaganimiz bilan sizlar aytishlaring mumkin chaynayapsan deb, lekin 2 yildan beri video qilamiz, lekin mana shu tema davom etyapti. Nimagaki, sizlar ko'proq like bosinglar, ko'proq tarqatinglar mana shu videoni. Sizlar bosgan like prosta video lentalarida, yangiliklarda ko'proq chiqaradi o'sha videoni. Ish beruvchi sizni ishga qabul qilganligi haqida u обязательный oldindan bo'lgan u ham уведомлять qiladi. Уведомление beradi MVDga. Lekin patentni olib, siz ham patent olib ishga joylashganligingiz haqida sizga berilgan turdovoy dogovor bilan birgalikda siz ham gosuslugingizdan уведомление qilishingiz kerak. Siz qilmasangiz kuyadi. Men sizni ishga olib, men katta firmaman, men firmamga ishga olib, men уведомление qildim. Lekin siz patentni olib уведомление qilmadingiz, patentingiz kuyadi. Patent kuygandan keyin o'sha kuygan chisla oydan boshlab 1 yil davomida siz qaytib patent ola olmaysiz. O'sha kuygan chisla oydan boshlab 1 yil sizga patent bermaydi. O'shaning uchun mana shu akalarimizga ham achingan joyim shunaqa zo'r. Uncha-munchasi unaqa turdovoy dogovor topa olmaydi, lekin o'sha ishlaydigan joyda, faktiski ishlaydigan joy ham sheyda. Turdovoy dogovorlar zo'r, cho'tki. Lekin bu akalarimiz hamma yoqda nimagaki vaqtida patentni olib orqasiga chiqqan chisladan boshlab 2 oy ichida выделение topshirmagan. Mana shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Sizlarning advokatlaring, ish beruvchilaring biz bergan desa siz ish tutmaysiz. Siz ham patentingizni orqasidagi chiqqan chisladan boshlab 2 oy ichida выделение topshiring. Turdovoy dogovorda sizga berilgan обязательный firmani pechati qo'l qo'yilgan bo'lsin va sizni ham qo'l qo'yilgan qo'lingiz bo'lsin. Kim tushunmasa, Metro Kankova 6-liniya 3-vxoddan chiqqandayoq aviakassamiz bor. Siz tushunmasangiz, o'sha biz aytgan turdovoy dogovoringizni qo'lingizdagiga olib kelsangiz, firmani pechati qo'l qo'yilgan bo'lsin, o'zingizga ham qo'l qo'yilgan anoningiz bo'lsin, dastxatingiz. Keling biz topshirib beramiz va ishonchli aviabiletlarga ham shu adresimizga kelib, mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol kelib murojaat qilishlaring mumkin. Udimlenizni ham topshirib beramiz. Bilet, kirdi chiqdi, barcha uslugalar bor. Undan tashqari O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan yangi kelmoqchi bo'lganlarga va mana shu yerda yurib shu narsani qilmaganlar uchun gosusluga, biometriya, Tinkoff karta, SIM karta mana shu narsalar kerak bo'lsa,
Mana shu ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Metro Tulskida ham bor, Petrovskiy, Razmovskida ham bor. Sizga qayerda udobli bo'lsa o'sha yerga borib, mana shu narsalarni atiga 500 rublga bitta sim karta olib, qolgan hammasi uslugani besplatni podключат qilasiz. Bir joyda biometriya, gosluga, Tinkoff karta, sim karta hammasi ishingiz bir joyda bitadi. Perevod kerak bo'lsa, perevod ham qilinadi o'sha yerda. Mana shu ekrandagi raqamlarga bemalol обращаться qilaverasizlar. Videoni o'tkazmasdan kuzatib boringlar. Domodedovo aeroportidan sizlarga qisqacha yangilik ma'lumotlar. Parkingdan kirib kelasiz, hujjati borlar liboy joydan kirsangiz bo'laveradi, lekin mana shu yerda ko'chada turib taksidan tushganlarni ko'ryapti. Hozir akalar tushib ko'chadan kelganlari. O'shaning uchun iloji bo'lsa hujjati bor ham yo'q ham kelib, mana shu parkingdan kirgandan keyin mana shu birinchi qator mana biz turgan joydan, aeroportning tagiga emas, mana shu biz turgan joyga kelib, mana parking ikki turibdi mana yerda, mana shu qizil zinaga yonidan shunday tushib borasiz. Parking tarafdan tushib boring, ancha sizga bezopasli bo'ladi. Videoni darsga o'tkazmasdan kuzatib boringlar. Biz ichkariga kirib sizlarga ichkaridagi holatlar haqida ham qisqacha ma'lumot va yangiliklarni ko'rsatib olishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Do'stlar, ushbu videoni maksimalni bitta like bosinglar va kanalimizga obuna bo'linglar va tarqatinglar. Bizda kamroq videolar chiqsa ham bizda o'ta migrantlar uchun важный, asosiy temalar haqida, asosiy problema hujjatlar bo'yicha, asosiy yuridik nima qilish kerak o'sha temalar haqida aniq videolar chiqadi. Hozir mana shu yerda mana 5 ta akamiz kelishdi. 5 ta akamiz bular hammasi goslugida ham qaysi biridadir pochta подтверждение bo'lmagan, qaysi biridadir telefon nomer, qaysi biridadir seriyani noto'g'ri kiritgan. Hammasini to'g'rilab turib, o'zlari tushunmas ekan goslugalaridan, o'zlarinikidan kirib, patentlarni уведомление qilib berdik. Bular hozir mana shu 3/3 uspet qilishyapti. Bundan oldingi videolarimizda keldi, u odamlarniki почти kuygan SMS-largacha kelgan. Uspet qilinglar обязательно. Mana hozir sizniki aka mana keldimi? Mana. Bu mo'jiza bu akalar, qaranglar mana. Hozirni o'zi ko'rinyaptimi mana? Hozirni o'zi topshiryapmiz. Mana bugunni o'zi topshirilgan уведомление mana. Biz topshirgan qani mana уведомление qani hozir topshirganimiz? Mana уведомление mana bugun topshirganmiz mana сегодня 09:40 mana bugun topshirilgan. Bugunni o'zi sirazi usluga oказанный xizmat ko'rsatildi deb kelyapti. Siznikiga ham keldi, aka. Mana bu akamizniki ham xuddi shunaqa. Bu akamizniki ham mana bugun topshirdik уведомлениeni mana. Bugun topshiryapmiz. Bugunni o'zi usluga oказанный kelyapti mana. Bugunni o'zi mana usluga oказанный kelyapti. Bular hozir 3/3 uspet qilishdi. Почти 2 oy ozgina o'tib ham ketgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana hozir esdan chiqmasin. Hozir ko'chalarda fiktivniy, ya'ni ko'chadan sotib olayotgan трудовой договорlar bor. Ko'chadan sotib olayotgan трудовой договорlar sizni qachondir ishdan uvolit qilib chiqarib tashlaydi ular. Siz u haqda ma'lumotga ega bo'lmaysiz. Nimagaki sizni uvolit qilib tashlagandan keyin siz uvolit bo'lgan kundan boshlab 1 oy ichida, uzog'i 20 kun ichida yangi joyga ishga оформление bo'lib, официальный yana qaytadan трудовой договор уведомление qilishingiz kerak. Qilmasangiz kuyadi. Yana bir narsani eslatib qo'yay, mana shu videoni tarqatib qo'yinglar. Ish beruvchi, ya'ni работодатель sizlarga aytadimi, yo'qmi, u biz o'zimiz qildik, sen hech narsa qilishing kerak emas degan narsani qo'yinglar. Ish beruvchi topshirishi oldindan bo'lgan. Ish beruvchi ham topshiradi ishga olganligi haqida. Работодатель тоже уведомление подавать qiladi. И sizga трудовой договор bersa, siz ham трудовой договорingizni o'zingizni goslugingizdan уведомление qilmasangiz, patentni orqasidagi chiqqan sanadan boshlab 2 oy muddat ichida patentingiz annuliruет bo'ladi. Annuliruет bo'lgandan keyin, annuliruет bo'lgan chisla oydan boshlab 1 yil davomida sizga patent berilmaydi. Rossiyani tark etishingizga to'g'ri keladi. Tark etmasangiz reyestrga tushasiz. Reyestrga tushganingizdan keyin vaqtida chiqib ketmasangiz, yana u qachondir ketayotganingizda hozir ba'zi avtomat hamma bekorga reyestrda tuzib qo'ymagan deportatsiyaga tushyapsiz. Bunaqa holatga tushdingizmi, o'sha patentingizni kuydirdingizmi, vaqtida Rossiyani tark etishingizni maslahat beraman. Akalar sizlar davolanma narsani topshirib berdik mana. Xursand bular. Usluga oказанный keldi, o'zlarining goslugasidan kirib topshirib berdik. Mana shu videoga e'tiborli bo'linglar, и patentga ham e'tiborli bo'linglar. Hozir patent olish bir Nobel mukofotini olish bilan bir bad-baravar bo'lib qoldi. Qiynalib, shuncha vaqt sarflab, pul sarflab borgandan keyin mana bu kuydirib qo'yib, sarsongarchilik bo'lmasin. Videoni o'zingizdan kuzatib boringlar va yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Mana shu biz ko'rsatib o'tgan mana shu znak, mana parking taraf birinchi qatorda tushib qolsangiz, kelib mana bu yerda mana aylanib tushasizda. Shu mana eshik dachadan kelyapti mana. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu peshoboddan o'tib, mana shu ikki kishi kelayotgan dachadan kirasizlar, liftdan 2-etajga chiqasizlar. Uzr adashdim, 3-etajga chiqasizlar liftdan. Mana shu peshoboddan o'tib, o'sha dachadan kirib 3-etajga chiqasizlar. Ham keladiganlarni kutib olsalaring bo'ladi, ham ichki mashinadan borsa bo'ladi. Ancha bezopasliroq. Vunuk va tinch deydiganlarga aytib o'tmoqchiman. -1 da ham metrodan kirib borishda yer tagida -1 da ham, 1-etajda ham, 2-etajda ham обязательно без перекул militsiyalar turibdi. Aytib qo'yay shuni. Domodedovodan, mana shu parking tarafdan lekin iloji bor.
bu tarafda turmaydi akalarimiz. Ichkariga kirib olgandan keyin yog'ini bir amallasangiz bo'ladi. Mana kirib kelganingizda mana shu to'g'ridagi oynali eshikda lift bor. Mana. O'sha yerdan kirasiz. Kirganingizda vход в terminal через третий этаж. 3-etajga chiqasiz. Chiqqaningizda tabloni ko'rdingiz, mana shu yerdan kelasiz. Terminalga to'g'ri. Mana shu yerdan mana ham kelganlarni kutib olish, ham uchib ketishga borsangiz bo'ladi. To'g'ri borsangiz rengin bor, sumkalarni qo'yib o'tasiz. Mana shu tarafda akalarimiz ozgina kamroq turishadi. Ozgina kamroq emas, turishmaydi. Mana kirib kelishingizda mana bu yerdan renginga sumkalarni qo'yib o'tasiz. Mana rengindan o'tishingizga eskalatordan chiqib ketsangiz, uchib ketish, bagajlarni topshirib registratsiyaga borish. Agar mana bu chap qo'l tarafga qarab olsangiz, kelganlarni kutib olish. Mana rengindan o'tishda bironta ham akalarimiz yo'q, ko'rdinglarmi? Hech kim turmaydi. Mana bu eskalatordan chiqsangiz, promoy registratsiya bo'ladigan joyga chiqasiz. Mana eskalatordan chiqasiz, promoy to'g'rida birinchi qatorda teng armada S7, teng armada qanot shar. Uning orqasida havo yo'llari. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Ural, Namangan ertalab 8:05 da uchadigan reys. Kechqurun 1:35 ga qoldirilgan. Namangandan bu yoqqa qaytish ham zadeshka bo'lib turibdi hozir. Qanot shar ham zadeshka bo'lgan. O'sh ham zadeshka bo'lgan. O'sh почти отменен ham bo'libdi. Samarqand, Ural u ham отменен bo'lgan. Bu faqat endi imina aviakompaniyada emas, qanaqadir dron narsalar даже 6-chi bo'lgani uchun osmon bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mana qanot Toshkent yana zadeshka. Xullas, mana shu tablodan kelib ko'rib olishingiz mumkin. O'z reysingizni 3-4 soat oldin chiqadi. Qaysi aviakompaniya, reys nomeri nechi, qaysi stoykada registratsiya bo'lishini ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana zadeshka bo'lgan reysda odamlar to'la turibdi. Mana akalar, Uralskiy avialiniya 193 dan 189 gacha polni Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonga uchadigan reyslarga mana shu yerda registratsiya bo'ladi. И Namangan ertalabdan bir zadeshka. Bu yerda Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Nimaga? Opa bizni muxlisimiz ekanlar. Nima deysiz opa biz haqimizda? Rahmat sizlarga, ko'p kishilarga yordam qilasizlar. Ko'p kuzataman sizlarni, rahmat. Qayerga uchayapsiz? Sentrumda uchayapsiz? Samarqandga. Samarqandga, Sentrum ayer. Yo'q. Hech bo'lmasiz foyda tegyaptimi bizdan samagalarni? Rahmat opa sizga ham. Sog' bo'ling, oq yo'l, yaxshi yetib oling. Mana bu yerda Sentrum ayer, mana ko'rib turibsizlar. Qavun tarvuz berish kerak, beradi ham. Ovqati havo yo'llaridan ham bomba bo'lyapti последний время. 172-stoykadan boshlab 169-stoykagacha Sentrum ayrga registratsiya ketyapti. Qavun tarvuz berish kerak. Ovqatlari bomba. Bu reysda uchib ko'rganlar biladi. Uchib ko'rganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana registratsiyadan o'tyapti akalarimiz. Buning o'rnida mana 174 dan boshlab 176, 177 gacha O'zbekiston havo yo'llari va S7 ga registratsiya bo'lyapti. Ertalab uchadigan reys, kechqurun uchadigan reys havo yo'llari 177 dan 175 gacha bo'lgan stoykada bo'ladi. Cho'tka hamma yoq akalar, aeroportda hamma yoq yaxshi. Mana bu yerda Toshkent havo yo'llari ertalab kechqurun uchadigan reysga va S7 ga registratsiya bo'lyapti. Mana bu eskalator tarafdan hujjat bog'la chiqib ketsa bo'laveradi bu tarafda. Hujjati yo'qlar mana 177-stoykaning orqasidagi mana shu eskalatordan chiqinglar. Mana bu eskalatordan chiqsangiz, pasport kontrolga, ziloniy koridor tarafga sal bezaqasli hujjati yo'qlar bo'lsa. Mana bu 154, 157 gacha qanot shaxta registratsiya bo'ladi. Mana bu tarafdan ziloniy koridorga chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu eskalatordan chiqib, sirazi o'ng qo'lga qarab borasiz. Mana bu o'ng qo'l tarafga qarab borsangiz, mana shu yerdan ziloniy koridorga qarab kirib ketasiz. Pasport kontrol и посадка, samolyotga chiqish. Mana bu odam uzoqdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Agar ziloniy koridorga mana yerdan kiradi, o'rtaroqda. Bu yerda turishmaydi pashti, akalarimiz bo'lsa bormay tursangiz, qanaqadir kimnidir ushlab yo aqraqa ketsa, borib o'tib ketaverasiz. Mana bu ziloniy koridor. Mana shu turniketga посадочный talonning QR-kodini bosasiz, ochiladi, ichkariga kirasiz. Mana ziloniy koridor, yo pasport kontroldan o'tasiz. Pechatdan o'tib, dal shu yo samolyotga chiqib ketish. Do'stlar, bugungi videolarimiz sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib, mana shu videoni do'stlaringizga tarqatib, ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan kelgusi roliklarda ko'rishguncha qanaqa foydali video chiqaraylik, nima haqida ko'proq chiqaraylik, kommentariyada yozib plyus belgisini qoldiring. Biz unga qarab analiz qilib, sizlarga o'sha tema haqida video qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.